ko'k burchakka taklif qilinadi. O'zbekiston Husniddin Zoya. Husniddin Ro'ziyev do'stlar. Surxondaryo viloyat vakili. Odilxon Murodov shogird. Mahalliy jangchi, yurtdosh emas. Omad tilayman albatta. From track 18, if you know the old pick, then you know what I mean. Nothing in the game that I haven't seen. My favorite color, you guessed it, money green. Miami, I bleed, Miami, I breathe, and don't get it fucked up. Miami is me, and until the day Cuba's free, you know me. I'ma keep yelling. Don't know who I see. I went from hanging and banging with Chico serving and slanging, with strippers putting the stand with licks slipping and bragging. They make it, they take it, they flip it, they whip it, they get paid. You name it, they cock it, they aim it, they bang it, they stay. Hell, just so eluded, let's do this and show the world they clueless. We got more haters than Judas. What the bitches? Qizil burchak. Yoshi 24 da, bo'yi 177 cm, vazni 70 kg. Murabbiy Bekzod Nurmurodov. MMA bo'yicha Tojikiston chempioni, sport ustaligiga nomzod. Prof Record, bitta jang, bitta g'alaba. Sport klubi Vostochniy o'yin. Tojikiston, Dushanbe, Muhammad Leka. Ko'k burchak. Yoshi 21 da. Bo'yi 178 cm, vazni 70 kg. Murabbiy Odilxon Murodov. Sport ustasi, qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni. Professional 10 ta jang, 10 ta g'alaba. Sport klubi Chorniy Pantera. O'zbekiston, Surxondaryo, Muzrabot. Husniddin Barchasi tayyor do'stlar. Kechaning asosiy jangi boshlanishiga. Ba'zan bir xil ekan, Tojikiston vakili biroz og'irroqdek taassurot uyg'onyapti. Rosa, shunday tashqi. Bilmadik, yana ko'ramiz. Hozir jang davomida qo'l zarba, Tojikiston vakili darhol parterga o'tyapti. Sportchilar ring tashqarisiga chiqib ketishdi. Jang davom etmoqda. Yana takedown endi yurtdoshimiz ijrosida. Yana sportchilar. Yana qayta takedown bo'ladimi? Vaziyatdan chiqib ketdi, bog'layapti Tojikiston vakili. Zarba o'tkazib yubormaslik maqsadida ham. Zarba ikkita ketma-ket, ammo bejizga emas ekan Tojikiston vakilining mana shunday harakatlari. Tik turgan holda jang davom etadi. Munosib. Zarba o'tdi, lekin takedown. Ortidan bog'layapti o'ziga. Armbar
yoki uchburchak holati. Arimbar ketdi. Arimbar ketdi. Hozir tanasini to'g'irlash kerak. Tanasini to'g'irlash kerak. Mana shu pallada imkon qadar tezroq yo'q, endi imkoniyati bo'lmaydi. Ikkilik zarbasini yo'lashga harakat qilib ko'rdi. Roziyev. Yana, ammo masofani his qilmoqda low kick ortidan. Tojikistonga kelish ko'rdik, parterda yaxshi harakat qilish ko'rinmoqda. Hozir yana yiqitish ko'rinyapti. Ko'p zarbalar o'tkazib yubormoqda Barmon. Jangni kuzatish davom etamiz. Bunday kichik detallarga hakamlar biroz qiyin bo'ladi nazar tashlash. Qo'l cross havoda qolib ketmoqda. Low kick chaqirtuvchi. O'ng qo'l zarba endi o'tdi. O'tdi mo'ljalga bordi endi. O'zi takedown amalga oshirishga harakat qilmoqda. Ochishasiga hozir qanotni ushladi. Takedown bor. 20 soniya uning ortidan vaqt. Gilyotinadan ehtiyot bo'lish lozim. Pot holatimi? Chiqib ketyapti. Va mountga o'rnashib olishga harakat qilmoqda. Bu yerda endi uchburchak holat yuzaga keltiryapti. Uchburchak. Bo'ldi. Kutilgan holda jang davom ettirish lozim. Lekin yaxshi vaziyat yuzaga kelgan. Ikki hola. Sekundan 2 hola. İki hola sekundan. High kick. Low kick. Yana bir low kick. Aqvatigina Tojikistonga. Menimcha biroz og'irroq. Middle kick. Yaxshi zarba. Yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Husniddin. Va bermayapti takedown amalga oshirishga raqibiga. Zarbalarni yo'llagach. Kim takedown, yana bir bayt o'taman. Bu borada baquvvatroq. Ring tashqarisiga chiqib ketdi. Parter. Yana bir zarba. Yana ko'p zarba qabul qilib olyapti. Qiyin vaziyatda yurtdoshimiz. Va bo'ldi. Tikilgan holda jang davom ettirish lozim. Jang tugashi 30 sekund qoldi. Soniya birinchi raund yakuniga yetishiga. Front kick. Zarba o'tkazib yubordi. Juda kuchli. Roziyev va ground and pound. Stop. Birinchi raund yakuniga yetdi. Raund so'nggi muvaffaqiyatli o'tdi deb ayta olmaymiz Roziyev uchun. Cross zarbasini o'tkazib yubordi yaqinlashish chog'ida va parterdagi holatni o'zingiz ko'rdingiz. Endi ground and pound. Bu yerda qutulish biroz qiyin bo'ladi.
Takroriy lavhalar. Mana shu zarba, chap qo'l yon taraflama, jag qismiga o'tdi. O'rtaga sekundadan raketa. Sportchilar o'rtaga. Nima bo'ldi yana? Qanday holat? O'rtaga sportchilar. Gençlar ring markaziga chaqirilmoqda. Sekundadan. Ikkinchi raund. Voy. Roziyev. Ana endi o'zini ko'rsatish kerak. Va ketdi. Shoshdi. Shoshdi Husniddin. Qulay vaziyatni, qulay fursatni qo'ldan boy bermoqda mana shu jarayonda. Endi qo'l jangi vakili kimonoda jang olib borganda ogohlantirish berilmoqda Roziyevga. Qo'l cross sirpanib ketmoqda. Qoyil Tojikiston vakili mana bu yerda zarba yo'llamadi. Raqibiga zarba yo'llamadi. Jangni kuzatishda davom etamiz. Sirpanchiq bo'ladi endi baribir ring burchaklari, qizil burchak chunki raundlar oralig'ida bu yerda sportchilarga, jangchilarga yordam ko'rsatiladi. High kick. Qochib qoldi Tojikiston vakili, low kick. Front kick. Nimagadir tayyorgarlik ko'ryapti. Tojikistonlik jangchi. Qorin qismiga zarba yoki nafasni rostlayaptimikan hozir ikkinchi raundda. O'ng qo'l cross tayyor lekin tashlanish. Chap qo'l zarba o'tdi. Mo'ljalga bordi. Yana ground and pound va Sadr Bahrom Abdullayev jangni to'xtatdi. G'alaba do'stlar. G'alaba Husniddin Roziyev. Qanday e'tiroz? Hech qanday e'tirozga o'rin yo'q. Shifokor chaqirilyapti. Kechaning asosiy jangi mahalliy sportchi Odil Xolmurodov shogirdi birinchidan jismoniy jihatdan juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekan. Raqibiga nisbatan ham buni alohida e'tirof etishimiz kerak. Chunki raqib ham ma'nolardan emasligini ko'rsatdi. Umuman bugun ishtirok etgan tojikistonlik sportchilar, tojikistonlik jangchilar amalda nimalarga qodir ekanliklarini barchasi namoyish etib berishdi. Bu tushunarli. O'sha yorqin jang. Aynan jangga nafaqat texnik Surxondaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Sharofiddin Abdug'aniyevich Saidov. Mana endi Va mana bu qarsaklar mana shu insonga bugungi musobaqada
Победитель главного боя вечера одержал синий угол, черный пантера, O'zbekiston, Surxondaryo, Husniddin Husniddin Ro'ziyevning qo'li baland ko'tarilmoqda. Qanday e'tiroz bo'lyapti tushunarsiz? Mana shu zarba og'da chiqib ketyapti Tojikiston vakili xafa. Nega xafaligini bilmadim, chunki takroriy lavhalar butun jangdan. Mana o'sha zarba chap qo'l va keyin ground and pounddan hujum amalga oshirilish jarayoni qadar do'stlar.